Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Qaroli, ya'ni Ispanleyskiy deydi, har xil tilda gapiradi. Qirg'iz deydi, bir xil joylarda Berton deydi. Shunaqangi slivalarimizni terish jarayoni. Oldingi videolarimda aytdimki, o'zimiz ko'chatini berib, o'zimiz xarid qilamiz dedi. Xuddi shu gap isboti bilan deganday, mana operator bularni ko'rsating, mana bularni mevalarni qabul qilib olyapmiz. Mana bu pishgan holatida mana. Bu o'zi yetilib keldi bu. Ya'ni bu 6 yillik daraxt, har bitta tupida 150 kilo, 100 kilogacha hosil solyapti. O'lim degani kamida 35-40 kilo beryapti, solmaganlari. Mana bu yerlarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Bular mana egilib soladi. Ya'ni buni hozir biz qoqiga olyapmiz. Eksportga agar bo'lganda yana ham qimmatroq ketadi. Eksportga bo'lsa qimmatroq. Hozir qoqiga kelishilgan narxda olyapmiz. Mana bu daraxtlar, mana bu plantatsiyamiz 6 ga 4 sxemasida ekilgan. Agarda qanaqangi ko'chat turlaridan keladi bo'lgan bo'lsa, bizlarga pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozir yana boshqa turdagi qarorlarimiz bor, ya'ni Stelli bor, Ispanleyskiy bor, Bliss Blender bor, Bliss Diamond bor va boshqa turdagi ko'chatlar ham bizga mavjud. Va boshqa turdagi olma, shoftoli, nok, zoldori, qanaqangi ko'chatlar turlaridan kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin.